Ha, mana shu 1600 talik obunachisi bor YouTube kanalini yutib olishni istaysizmi? Unda hoziroq bizning konkursda qatnashing. Biz konkursga start berdik. Hozir biz sizga uning shartlarini tushuntirib beraman. Hozir mening profilim shapkasida, mana shu YouTube profil shapkasida Telegram kanal bor. Sardorbek Gold deb yozilgan silkalardan qidirsangiz, o'sha yerda turibdi. O'zi ikkita silka bor. O'sha yerda Telegram kanalga kirasiz. O'sha yerda o'z shartlari ham ko'rsatilgan. O'sha yerdagi shartlarni bajarasiz. Hozir men o'zim ham tushuntirib o'taman. U yerda Telegram kanaliga obuna bo'lasiz. Kirgan Telegram kanalingizga va mana shu YouTube kanaliga obuna bo'lasiz. Va o'sha yerda bitta xomiy Instagram kanal bor. O'shanga obuna bo'lasiz, bo'ldi. Va qatnashishni bosasiz, pastda qatnashish degan joyi bor. O'shani bosasiz va qatnashasiz xolos. Va u qanday aniqlanadi deysizmi? 200 ta odam qatnashishi bilanoq o'sha o'zi random apparati bilan o'zi bitta odamni tanlab beradi. O 200 ta bo'lishiga oz qolgan paytlari o'zim jonli efir bilan aniqlaganini, kimligini ko'rsataman. O'sha joyda o'tkazib topshirib beraman Instagram. O'sha yerdagi shartlarni bajaring, xolos. 3 ta mana shu kanal, mana shu YouTube kanalim va o'sha yerda kirgan Telegram kanalingiz va o'sha yerda bitta xomiy Instagram kanal. Bo'ldi, shunga obuna bo'lasiz, xolos. Obuna bo'lsangiz bo'ldi. Obuna bo'lmasangiz bu narsalar ishlamaydi, qatnasha olmaysiz. Shuning uchun obuna bo'lib qatnashing. Nimaga ishlamayapti deb yurmasligi uchun. Hammasiga o'sha 3 tasiga obuna bo'lsangiz bo'ldi. Keyin qatnasha olasiz. Bo'lmasa qatnasha olmaysiz obuna bo'lmasangiz. O'sha 1600 talik YouTube kanal.